Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Mana bugun Agrobank Sherobod filiali tomonidan navbatdagi tadbirkorlar bilan uchrashuvimiz boshlab oldik. Bugun Baxtguzar mahallasida tadbirkorlar uchrashuvini o'tkazmoqdamiz. Bugun sizlardan shu bank sohasiga oid nima taklif, muammo bo'lsa, qo'limizdan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Marhamat, kimda nima taklif, savol bo'lsa, marhamat. Men Ro'zib Botirning otasi bo'laman. Chorbotir to'g'risida 17 bilan ko'rsatib qo'yishlarini so'rayman. Qaysi mahalladan? Baxtguzar. Baxtguzar mahallasidan. Baxtguzar mahallasida bo'lsangiz, siz mahallada agent va bankerlar bor. Kerakli hujjatlarni bersangiz, qaramasangiz sizga xulosat berishadi. Ko'rib chiqib javob aytishadi. Rahmat. Yana kimdan nima savol bor? Men Ochiyev Sardor sizlardan chorvachilik uchun 17 million kredit berishlarini so'rayman. Qaysi mahalladan? Galaguzar. Galaguzar mahallasidan 17 million so'm chorvachilik. Uyda molxona bor, sharoit bor. Xoh kelasiz. Sizga mahallada agentimiz bor, mahalla bankimiz bor. Hujjatlarni topshirsangiz, sizga ham ko'rib chiqib javob berishadi. Hujjatlarni so'raganda ajratamiz. Yana kimsiz? Men O'ralova sohiba, chorvachilik uchun 10 million so'm kredit berishasiz. 10 million so'm qaysi mahalla? Tulchilar mahallasidan. Sharoit bor edi. Bor. Malaka bor. Siz ham mahalla bankida agentlarimiz bor. Kerakli hujjatlarni berasiz, ko'rib chiqib, qonuniy tartibda ko'rib javob berishadi. Javob yetkazishadi. Sizlarga rahmat. Yana boshqa hech kimda savol javob bo'lmasa, tadbirkor uchrashuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga rahmat.